Tezkor xabar O'zgidromet 5-dekabrda yomg'ir yog'ishi kutilayotgan hududlarni e'lon qildi. Assalomu alaykum azizlar, O'zbekistonda va dunyoda sodir bo'layotgan so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. O'zgidromet 5-dekabr uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, juma kuni ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi va ertalab biroz yomg'ir yog'adi. Tuman tushishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol g'arbdan 38 metr/sekund tezlikda esadi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi va ertalab ba'zi joylarda biroz yomg'ir yog'adi, tuman tushishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Qashqadaryo viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi, ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0.5 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Surxondaryo viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda biroz yomg'ir yog'ishi mumkin, ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda biroz yomg'ir yog'adi, tuman tushishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi, tuman tushishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi va kunduzi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq bo'ladi. Sizga kelmoqchi bo'lgan ob-havo ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting.